Hubaydo Xolmo'minova 11 yoshda Navoiy viloyatidan ustoz san'atkorlar ijro etgan qo'shiqlarni sevib tinglaydi va o'rganadi. Rahmat. Hubaydaxon qizimiz, nechinchi sinfda o'qiysiz? Qayerdan keldingiz? Navoiy viloyatidan keldim. 5-sinfga o'tdim. Aha. Musiqiy bilimingiz bormi? Nima, musiqa maktabida o'qiysizmi? Nima chalasiz? Biron nima chalasizmi? Men musiqa maktabda ashulachilikka boraman, mutaxassislikka. Aha. Yaxshi. Bu ashulani kimdan o'rgandingiz? Ustozimdan. Ustozingiz o'rgatdilar, ha? Endi hozir ijro qilgan ashulangizni bir mashhur mana Sanobarxon Rahmon va opangizlar, ustoz san'atkorimiz ijro qilganlar, juda chiroyli, sizga o'xshagan yosh qiz bo'lganlar ular ham. Mana hozir siz ijroingizni eshitdik, ozgina o'sha pardalarda yetishmovchilik bo'lyapti. Qandaydir o'zingizning kuchingiz sal pastroq o'xshayapti yoki hayajonlanyapsizmi bilmadim. Mani javobim hozircha yo'q. Afsuski men ham bu Munojotxonning gaplariga qo'shilaman, lekin ovozingiz yaxshi, har tarafdan tayyorlangansiz va men o'ylaymanki qo'shiqni to'g'ri kelmaganligi, mana masalan o'zingizga bu qo'shiq o'zingizga yoqadimi? Yoqadi. Sal baland pardadan aytish iloji bo'lganda mana shuni boshqacha chiqarmidi, sal ovozingiz yaxshi ochilarmidi deb o'ylayman. Lekin hozircha bir yaxshi bir to'g'ri xulosaga kela olmadik. Men o'ylaymanki keyingi safar yaxshi tayyorlanib kelasiz, boshqacha qo'shiqlar eshitamiz va hozircha afsuski yo'q. Endi bilasizmi, meni javobim ha.
Nimagaki hammasi yaxshi. Bu ashula endi biz o'zimiz xalqimizga rahmat. Xalqimizga bir juda ham mashhur bo'lgan ashula, mana shu Munojat opamiz aytib o'tganda juda ham maromiga yetkazib aytgan ustoz san'atkorimiz. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan sizni ovozingizni ustida ozgina ishlash kerak. Ovozingiz ustida o'sha ustozingiz ozgina ishlaydigan bo'lsa, siz bu ashulani bemalol ijro qila olasiz. Sizga katta rahmat, chunki bolalar uchun an'anaviy ijrochilikda umuman bolalar uchun yozilgan qo'shiqlar juda ham kam. Mana ustozlar mavzusidagi mana shu qo'shiqni tanlab to'g'ri qilgansiz, lekin ustozlar aytib o'tishdi yuqorida ozgina kamchiliklarni shularni bartaraf qilsangiz, albatta kelajakda sizdan yaxshi san'atkor chiqishiga ishonamiz. Shaxsan mana shu yerda o'tirgan mana do'stlarimiz, ustozlar ustida ishlaydi deb aytishyapti. Mana Ramizjon do'stimiz ham. Mana javobim ha. Rahmat. Barakalla Huvaydo. Yaxshimisiz? To'g'risini ayting, hayajonlandingizmi? Ozgina. Sizni bugun qo'llab-quvvatlashga kim kelgan? Apa. Apingiz kelganlari. Menimcha ular hozir tomoshabinlar qatorida o'tirib, sizdan ko'ra ko'proq hayajonlangan bo'lsalar kerak. Albatta. To'g'risini aytsam, qo'shiq juda yaxshi kuyladingiz. Bizga ma'qul keldi, to'g'rimi? Qarsiylar chalib qo'yamiz. Barakalla. Nima bo'lganda ham sizga omad tilaymiz. Rahmat.